Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Boss 26 kanali. Xullas do'stlar, barchalaringiz mana shu videorolik kommentariyasiga salom va yaxshimisiz u deb ozgina tekstcha yozib, oxiriga Linebet Boss 26 promokodidan o'tib, ID raqamni yozasizlar. Biza soat 21:00 da g'oliblarni aniqlab 50 ming so'mdan tarqatamiz. Xullas 8 ta odamga 100 ming so'mdan tashlab beramiz. Agar promokodni kiritmagan bo'lsangizlar, sizlarga pul yetib bormaydi. Qani bo'lmasam kommentariyaga yozamiz. Go. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Boss 26 kanali. Xullas do'stlar, barchalaringiz mana shu videorolik kommentariyasiga salom va yaxshimisiz u deb ozgina tekstcha yozib, oxiriga Linebet Boss 26 promokodidan o'tib, ID raqamni yozasizlar. Biza soat 21:00 da g'oliblarni aniqlab 50 ming so'mdan tarqatamiz. Xullas 8 ta odamga 100 ming so'mdan tashlab beramiz. Agar promokodni kiritmagan bo'lsangizlar, sizlarga pul yetib bormaydi. Qani bo'lmasam kommentariyaga yozamiz. Go. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Boss 26 kanali. Xullas do'stlar, barchalaringiz mana shu videorolik kommentariyasiga salom va yaxshimisiz u deb ozgina tekstcha yozib, oxiriga Linebet Boss 26 promokodidan o'tib, ID raqamni yozasizlar. Biza soat 21:00 da g'oliblarni aniqlab 50 ming so'mdan tarqatamiz. Xullas 8 ta odamga 100 ming so'mdan tashlab beramiz. Agar promokodni kiritmagan bo'lsangizlar, sizlarga pul yetib bormaydi. Qani bo'lmasam kommentariyaga yozamiz. Go. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Boss 26 kanali. Xullas do'stlar, barchalaringiz mana shu videorolik kommentariyasiga salom va yaxshimisiz u deb ozgina tekstcha yozib, oxiriga Linebet Boss 26 promokodidan o'tib, ID raqamni yozasizlar. Biza soat 21:00 da g'oliblarni aniqlab 50 ming so'mdan tarqatamiz. Xullas 8 ta odamga 100 ming so'mdan tashlab beramiz. Agar promokodni kiritmagan bo'lsangizlar, sizlarga pul yetib bormaydi. Qani bo'lmasam kommentariyaga yozamiz. Go. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Boss 26 kanali. Xullas do'stlar, barchalaringiz mana shu videorolik kommentariyasiga salom va yaxshimisiz u deb ozgina tekstcha yozib, oxiriga Linebet Boss 26 promokodidan o'tib, ID raqamni yozasizlar. Biza soat 21:00 da g'oliblarni aniqlab 50 ming so'mdan tarqatamiz. Xullas 8 ta odamga 100 ming so'mdan tashlab beramiz. Agar promokodni kiritmagan bo'lsangizlar, sizlarga pul yetib bormaydi. Qani bo'lmasam kommentariyaga yozamiz. Go. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Boss 26 kanali. Xullas do'stlar, barchalaringiz mana shu videorolik kommentariyasiga salom va yaxshimisiz u deb ozgina tekstcha yozib, oxiriga Linebet Boss 26 promokodidan o'tib, ID raqamni yozasizlar. Biza soat 21:00 da g'oliblarni aniqlab 50 ming so'mdan tarqatamiz. Xullas 8 ta odamga 100 ming so'mdan tashlab beramiz. Agar promokodni kiritmagan bo'lsangizlar, sizlarga pul yetib bormaydi. Qani bo'lmasam kommentariyaga yozamiz. Go. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Boss 26 kanali. Xullas do'stlar, barchalaringiz mana shu videorolik kommentariyasiga salom va yaxshimisiz u deb ozgina tekstcha yozib, oxiriga Linebet Boss 26 promokodidan o'tib, ID raqamni yozasizlar. Biza soat 21:00 da g'oliblarni aniqlab 50 ming so'mdan tarqatamiz. Xullas 8 ta odamga 100 ming so'mdan tashlab beramiz. Agar promokodni kiritmagan bo'lsangizlar, sizlarga pul yetib bormaydi. Qani bo'lmasam kommentariyaga yozamiz. Go. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Boss 26 kanali. Xullas do'stlar, barchalaringiz mana shu videorolik kommentariyasiga salom va yaxshimisiz u deb ozgina tekstcha yozib, oxiriga Linebet Boss 26 promokodidan o'tib, ID raqamni yozasizlar. Biza soat 21:00 da g'oliblarni aniqlab 50 ming so'mdan tarqatamiz. Xullas 8 ta odamga 100 ming so'mdan tashlab beramiz. Agar promokodni kiritmagan bo'lsangizlar, sizlarga pul yetib bormaydi. Qani bo'lmasam kommentariyaga yozamiz. Go.